Assalomu alaykum hormanglar. Mana Face'da chit bilan o'ynab bo'lmaydiganlar uchun spot. O'yin tugadi. Comeback qilib ketdik turayotgan joydan. Mana dostойный o'ynashdi. Bitta mana lev bola. Ko'rsataman. MVP. Onni 35 ta ot berdi. Tor. Nimaga unaqa dot? Uni chitda olsa yoki vaqa bilan o'ynatib olsa, Face'da vaqa yo'q, to'g'ri. Nu qanaqadir programmalar, nimadirlar bo'lishi mumkin. Chunki bunaqa ochish qiyin. Yoki Smurf 10. Lekin profilni chek qildim-da. Profilni chek qilganda, hozir ko'rsataman. Ramni mana oddiy MM o'ynaganda Premier rejim sarnatinida vaqa bilan o'ynagan bu mana 30% vaqada topilgan. 19403 ga olib chiqqan. Profilni ko'raveradi musor. Kurangidalik musor. Просто говно. Vaqa bilan o'ynagan 400% bu. Endi Face'da bilmadim, qanaqadir programmalar chiqdi deyishdi, YouTube'da ko'rsatishdi, u yerda ham vaqa yo'qsa bo'ladi deyishyapti. Balkim shunaqa programmada o'ynagandir. Chunki headshot, normalniy headshot boshqa bo'lyapti. 51% bildirmasdan o'ynaganday qildi-yu, normalniy otib qo'ydi. Balki Smurfdir.